Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qo'shqo'zlari, chorva qo'zlari. Akalar, yangi partiya qo'shqo'zlarimiz yetib kelgan zo'rlaridan, tozalaridan olaman degan keyfda do'st birodarlarga yengil tashabbus qo'yasizlar. Videoga like bosib akalar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar akalar. Akalar, bosamiz zo'rlariga. Hurmatli obunachilar, mana Qo'chqorda haqiqiy udorlari kelgan manzilimiz Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Hammangizga hayit arafa bayramlari muborak bo'lsin. Bugun akalar 26-may sanasi qo'shqorlarimiz akalar yetib kelgan, soni bu yerda 10 bosh orqa oldi kelishgan tikka bir qura variant akalar. 5-6 oylar atrofida qo'shqorlarimiz. Haqiqiy toza simjullardan kelgan, o'ylab o'tirmay aloqa chiqaradigan haqiqiy zo'rlari kelgan. Olib chiroyli baraka topishlaring uchun narxlari ham bugun sinadi. Xudo xolasa zo'r, go'zal holatda kelgan. Qochov. Chaqiraversin. Ana akalar, orqa oldilari hamma tomoni kelishgan. Yetovoshlari ham yaxshi holatda, soni 10 dona. Ana 6 oylik, 5 oylik qo'shqorlarimiz. Semizlarni sotdilar hammalaring. Alloh barakasini berib, mana Qur'onlikda sotib chiroyli endi o'rniga go'zalidan tashlayman degan aka-uka do'st birodarlarga 10 ta mana bir qora variantdan. Qanday simjin holatda qo'shqorlarimiz yetib kelgan akalar. O'ylab o'tirmay aloqa chiqaverasizlar. Bular 75-70 atrofida, sog'liqlari, yedishtlari hammasi go'zal akalar. O'ylab o'tirmay ishini bosaveradigan joyda. Narxini ham xudo xolasa akalayda beyda yo'q narx bo'ladi. 4 milliondan 4,5 milliongacha qo'yilib turgan qo'shqorlar. Bir joyga olasiz, vodiy bo'ylab Toshkentgacha mutlaqo besplatni dastavka qilib beramiz akalar. O'yla ozgina charchovi bor, qochib turaverasiz. Ozgina charchovi bor akalar. Sog'lig'i zo'r, yedishlari hamma tomoni ag'ri to'sib bir ichkariga yursin aka. Mana holat akalar qo'shqorlar. O'ylab o'tirmaysiz, narxini bir joyga 3.850.000 so'mdan akalar bosib o'rasizlar. Bo'ladigani 3.850.000 so'mdan mutlaqo Toshkentgacha besplatni yetkazib beramiz akalar. Mana qo'shqorlarga juda ahamiyat berasiz, xudo xolasa zo'rlari kelgan. Quloq-oshlari, orqa-oldlari tiniq. Mana akalar qo'shqorlar. Go'zal holatda. Olasiz inshaalloh akalar, yemni yengil berib boshlayverasiz. Qo'ydoshlari zo'r, orqa oldi kelishgan, tiniq, uzun qo'shqor qo'zlarimiz yetib kelgan. Mana akalar qo'shqorlar. Sifatiga e'tibor bering akalar, sifatiga. Haqiqiy tiniq holat akalar. Sifatga hamma tomonlama go'davoshlar akalar, orqa oldi kelishganliklari o'ta go'zal holatda. O'ylab o'tirmay aloqa chiqasiz, ish bitadi akalar. Kallalarini qarang, kallalar. Qo'chqorning kallasiga e'tibor berib, orqa oldiga e'tibor berib olavering. Xolos chiroyli baraka topaverasiz akalar.